Yana qiziqarli savollarimizni kelyapmiz. Mana oila qurasizlar o'zaro. Sen mana ayoling. Nechta farzanding bor? 3 ta. Necha qiz, necha o'g'il? Bir qizim bor, ikkita o'g'il bor. Bir qiz, ikkita o'g'ling bor. Qiz topish, xudo andachilik qanday bo'ladi? Shular haqida gapirdi. O'zi topadi. Barchani o'zi topadi. Son bayramga borasiz. Navro'zga borasiz. Ko'rib, seni yaxshi ko'rib qoldim deydim. Ko'zingizni qisasiz. Ko'zi qisasiz o'sha ayol bilan oy o'tirdim, yurdim keyin nomeringizga telefon qildim. Ushlashamiz. Bir-birimizni sevdik. Dadamga, onamga sovchi qo'ysin manda. Borib to'y bo'ldi. To'yga topganmiz. Yaxshi. Endi o'zing topmasang, sevmasang, ota-ona topadi. Topadi. Boshqasi senga topdim, borib ko'rib kelgin. Yoqtirsang olasan. Ma'qul kelsa, yaxshi. Endi o'sha to'ylaring haqida, urf-odatlaring haqida sen qizim gapirishdan, urf-odat, to'ylaring. To'ylarimizga Xudo anchalik yaxshi. Sevsa o'g'ilmi, qizmi yarashib ketamiz. Qizi pul beradi, pulga to'shaq qilib beradi, bu narsa qilib beradi. Yaxshi qilamiz. Endi qara qizim. O'sha bilan hali Jasur aytdi. Sut puli, ya'ni qalin puli beriladi dedi. Bu pulni kim beradi? Qiz tomonmi, sizlar yoki O'g'il tomon qizni ota-onasiga beradi. Sut puli. Sut puli bo'ladi. Bu sut puli yoki qalin puli deyiladi. O'zbek tiliga sut puli bo'ladi. Bizlarning lo'limizning tiliga qalin puli bo'ladi. Mana endi 20 million so'mlik qizimiz ham bor. Endi u millatga qarashi. Lo'li bo'lsa ham millatimiz bor o'zimizga. 20 million ham bor, 30 million ham bor. Endi mana turmushdan qaytgani, endi uy joy yaxshi bo'lmagani qaytib keladi. Uni 3 million, 4 million berib, uni ham olib ketadilar. Berib yechadi. Dunyoga yurish uchun. Endi o'rtacha qalin puli necha so'm beriladi o'rtacha? Eng oxir pasimiz 10 million. 10 milliondan boshlanadi. Bu turmushga chiqmagan qizniki. Bu turmushga chiqmagan qizniki. Agar turmushga birinchi to'y bo'lagan qizniki 10 milliondan boshlanadi. 10 milliondan to 100 milliongacha. 100 milliongacha. 100 millionli qizlarimiz qanaqa bo'ladi? U mana erini qo'yib, o'zi mehnat qiladi. Erini qo'yib mehnat qiladi. Uy joyi bo'ladi, mana endi yaxshi topib keladigan ayollar. Значит, yaxshi pul topib, yaxshi ishlab kelgan qizni ota-onasi qarindoshlar buni yoshligidan biladi. Bu qiz deydi yaxshi pul topadi. Kichkina paytiga ham u yurib ko'chaga o'rganib ota-onasiga olib bergan, ota-ona shunga qarashli qo'ygan narxini. Mana endi bunday ayollarimiz bunday qilib qo'ygan. Ana shunday. Endi er qilib kelgan ayollarimiz ham pastroq bo'ladi. Shunday. Значит, Jasur senga ota-onangga qalin pulini beradi. Bergan. Qancha berding? 10 million. 10 million. O'rtacha 10 million. Endi kelin tomon senga nima olib keladi? Nima olib keladi? 10 ta ko'rpa. 10 ta ko'rpa. 10 ta ko'rpacha. 10 ta kichkina ko'rpacha. Ko'rpacha. Taylatigan. Keyin 2 ta gilam. Chala, choynak, televizor, gilam, tirlach, divan, ispahat, xolodilnik, gaz plitka. Hamma erkak tomon bitta uyda beradi, ayol to'ldirib beradi ota-onasi. Sizlarga ana shu. Sizlar keyin o'sha 10 million qalin pulni ota-onang olib, uni ustiga pul qo'shib, to'ldirib beradi. Keyin olib kelib, kuyov tomoniga uyda to'ldirib beradi. Tushundim. Juda yaxshi. Endi to'ylaring qanday o'tadi? To'y endi yaxshi o'tdi. To'yga osh qiladim 50 kg, 100 kg. Oshdan bo'ladi. Hofizlar keladi. Hofizlar keladi. Qo'shiq aytadi. O'ynaydi. O'ynaydi, o'yin kulgu bo'ladi. Erkak ayol alohida bo'ladimi yoki Yo'q, hamma davra boshqa, erkaklar boshqa, ayollar boshqa. davra bitta, bir vaqtda bo'ladi. Yaxshi. Bu endi ko'proq shaharda. Bu qishloqlarda Qishloqimizga shunday bo'ladi. Erkakni davrasiga ayol o'tirmaydi, ayolni davrasiga erkak o'tirmaydi. Mana shu. Oqsoqollarimiz bor. Oqsoqollarimiz nima deb dasturxon tayyorlasa, bersa,
darsxona qo'yib hammamiz birgalashib yeymiz. Erkak safga qo'shmaymiz, ayol safga qo'shmaymiz. Chil-chamchi. Ro'molmi tu? Men lug'ori deb aytaman. Ha, yig'lab aytdim. Ha, shunday. Endi mana hozir menga quloq sol, Jasur. Bizni Begobod tumanimizga Qashqadaryodan nechta oila kelgansizlar? 19 ta. 19 deydi. Har yili shunda 19 tami yo o'zgaradi? Yo'q, 15 ta ham bo'ladi, 16 ta ham bo'ladi, 20 ta ham bo'ladi, 10 ta ham bo'ladi. O'sha 19 ta oila hozir qayerda yashayapsizlar? Mana shu qirg'oqda. Sho'rqo'rg'on. Chayla qo'rg'onasiz. Chayla, Nechta chayla bor? 19 ta chayla bor. Dekabr sovuq tushgungacha yashaysizlar. Sovuq tushgandan keyin ketamiz. Qarshiga ketasizlar. Yaxshi. Endi mana 19 ta oila kim qayerga borib, qanday mehnat qilib kelishlarini kim boshqaradi? Hoji bobo. Ichlarida bir katta hoji bobo bor. Niyoz hoji. U kishi qaysi oila qayerga borishni taqsimlab beradi. Sen qayerga borasan? Shaxsan men mana Bo'kaga boraman. Bo'kaga. Bangladeshga kelib, tirishlik qilasan. Qolganlari yana Oybekka keladi. Zafarga keladi. Stretingga boradi. Bo'lib ikkita er-xotin tirikchilik. Begobod shaharchi. Yo'q, Begobod shahar bormaymiz. O'tmaymiz ham. Sabab endi keladi o'zi. Ha, demak, xuddi sizlarga o'xshab, Niyoz hojiga o'xshab, Begobod shaharda o'zini alohida kattasi bor, bu yoqda boshqa alohida nechta oila bo'lgan shahar tomonidan? U shaharga endi etajga turadi. Domlarda yashaydi. Do'mgan bir ham. Ular bilan bizlar borish ketish yo'q. Ular borligi endi yo'q. Yo'q. Значит, sizlar Qirg'oqqa kelgan 19 ta oila Begobod tumani mana Strategiya, Ekin Safol, Zafar, Oybek, Juma tomonlarida yurasizlar. Begobod shahar alohida. Alohida. Yaxshi. To'ylaring haqida so'radik, qalin pullaring haqida so'radik. Endi mana Rossiyada ham bor. Lo'lilar deymiz, sigarlar deymiz. Ular bilan sizlarning qanday farqlari? Farq bu xristian, bizlar musulmonlar. Sizlar musulmonsizlar. Alhamdulillah. U Rossiyadagilar значит sigarlar deyiladi. Rossiyani sigonlari. Ha, Rossiyani. Bitta gapiga tushunsak, ikkita gapiga tushunmaymiz. U yoqdagi odamlarni. Ular bizlar bilan qo'shilmaydi ham, qonimiz ham yo'q. Salgina ularning shevalari, bizlarning shevalarimiz o'xshasa kerak. Ular boshqa millat, bizlar boshqa millat. Yaxshi. Endi hali tepada savol-javobda shunday gap bo'ldiki, Xorazm viloyati bilan Nukusda, Qoraqalpog'istonda lo'lilar yo'q dedilar. Sabab nima? Sabab u yerga bormaganmi? Sigonlar ular. Qozoqlar. Vaqt qo'ymagan. Значит, vaqtida sizlar bu yoqqa bormagansizlar, Ular bormagan u yoqqa. Uzoq deydi. Bu yoqqa ko'chib bormagan. Bu qadimgi odamlar ko'chib qolib, qolgan bu yerga. Shuning uchun u yoqqa bormagan. Demak, O'zbekistonda Xorazm viloyati bilan Nukusda, Qoraqalpog'istonda lo'lilarimiz yo'q, qolgan hamma viloyatlarda bor. Yaxshi. Endi yana bitta hali so'zlashardik, Mugat deyishadi. Mugatni kim bo'ladi? Mugat nima degani? Mugat degani o'zimizni tilga lo'li degani. Ha. Ana u kimma u mugatmi yo deydimi? O'zimizda lo'li demaydi, bizlarga mugat. Ha, sizlar o'zaro bir-birlaringni ko'rsating. Mugat. Ana mugatlar kelyapti. Mugatlarni to'yga boramiz. O'zimizni mugatlarni to'yga boramiz. O'zimizni mugatimiz to'y qilyapti, mugatlarni to'yga boramiz deymiz. O'zimizni jo'gimiz deymiz, o'zimizni mugatimiz deymiz. Jo'gim degani jo'glar boshqa. Yo'q, jo'gi bilan mugat bir xil. Faqat o'zbeklarga kelgandan keyin jo'gi. O'zimizni mugat, ana o'zbek jo'gimiz bilan bitta joyga o'tirgandan keyin mugat deb